Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Feytmiki. Bugun sizlar bilan qanday qilib artefakt serverga telefondan kirishni o'rganamiz. Qani bo'lmasa videoga ketdi. Hammaga salom do'stlar. Boya salomlashganimizdek va ko'rsatganimizdek, hozir birinchi navbatda sizlarga qanday qilib Java Edition'ga kirib olishni o'rgataman. Birinchi bo'lib mana shu yerda mana shu Poja Launcher 2025 deganga bosishimiz kerak bo'ladi. Akalar, obuna bu plak bosib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Keyin bu yerdan sizlarda mana bu pastda turgan bo'ladi. Sizlar bu yerga manshetga, ya'ni hozir ko'rsataman. Mana shu 3 ta nuqtachaga bosishinglar kerak bo'ladi. Keyin bosganinglardan so'ng searchga bosasizlar va bu yerdan Poja Launcher app.apk deb yozasizlar. Sizlardan mana shu narsa chiqadi. Keyin sizlar mana shu faylni yuklab olib, mana yoqqa bosasizlar. Bu kim bilmasa, hamma yuklab olishni istayotgan Poja Launcher. Play Marketda bu hozir yo'q bo'lib ketgandi. Mana shu gruppada topsanglar bo'ladi. Obuna bo'lishinglar shart emas, chunki bu mening gruppam emas. Egasi agar shu gruppani ko'rayotgan bo'lsangiz, tekin reklama bo'lyapti sizga. Men yuklab bo'lganman. Keyin sizlar akalar mana yerda tepada mana shu yerga bosasizlar. Keyin bosganinglardan so'ng sizlarda adida akkauntga bosasizlar. Undan keyin mana shu yerdan sizlar mana local accountga bosasizlar. Undan keyin mana unsur name'ga, mana shu yerdagi unsur name degan joyga nick kiritasizlar, o'zlarinikilar. Xolos, men o'zimga akkaunt ochib qo'yganman, mana Feytmiki. Undan keyin pastdagi qalamchaga bosasizlar, mana yerdagi. Keyin bu yerda mana name degan joyga nick, version degan joyga versiyani kiritasizlar. Versiya kiritish muammoli, mana yerda selectga bosasizlar, versiyani kiritayotganda. Undan keyin release degan joy bor, mana release. Ana shunga bosasizlar. Keyin pastga tushirasizlar. Pastda mana hozir ko'rsataman. 1.21 degan mana turibdi. O'sha yerga bosasizlar, versiya tanlanadi. Undan keyin sizlar mana save degan joyga bosishinglar kerak bo'ladi. Bosganinglardan keyin saqlanadi. Undan keyin sizlar pastdagi play, mana bu playga bosishinglar kerak bo'ladi. Shu playga bosganinglardan keyin sizlarda pastda mana yashilcha yuklanyapti. O'zi toshkentlik şey vardı. O'sha menda hozir tez yuklanyapti, chunki men bu versiyani yuklaganman. O'shaning uchun tez yuklanyapti. Sizlarda sekin yuklaydi, kutasizlar, keyin yuklanadi. Qotib qolsa ham chiqib ketmanglar. Ozgina kutsanglar, yana yurib ketishi mumkin. Keyin xo'sh, hozir kutamiz akalar. Boshlanadi. Shu bilan ana bo'ladi. Java Edition'ga kirib qolamiz. Mana o'sha Java Edition'ga kiramiz. Sizlar like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xohlasa bundan ham ko'proq videolar chiqaraman. Men 1 hafta, 2 haftadan beri video chiqarmayotgan edim, chunki bunga sabab ideya kelmayapti. Endi biz mana shu yerdan multiplayer degan joyga bosamiz. Xo'sh. Bosganimizdan keyin bizda mana menda Artcraft bor o'zi. Sizlar mana shu yerdan mana yerda adida server turibdi. Ana shuni ustiga bosishlar kerak bo'ladi. Bunday bosganinglardan keyin bu yerda mana nom kiriting degan joy bor. Nomga farqi yo'q. Istalgan narsani yozishlar mumkin. Va qiziq emas. Men hozir Artcraft deb yozaman. Okay, undan keyin sizlar mana shu yerda adres degan joyga ehtiyot bo'lishinglar kerak, chunki bu yerda bittasini noto'g'ri yozib qo'ysalar ham kiritmasligi mumkin. Bu yerga yozamiz artcraft.uz deb. Mana keyin donni bosasizlar. Mana sizlarda serverlar paydo bo'ladi. Mana shu yerdan sizlarda mana agar sizlarda ko'p serverlar bo'lsa, pastga chiqib keladi. Yoki agar bitta ham server bo'lmasa, mana shu yerda chiqib keladi. Keyin sizlar o'shani bosasizlar. Все. Mana meni kirityapti. Hoppa. Kiritdi. Endi esa sizlar yurasizlar va mana biz Artcraftga kirib oldik.
anarxiya, SMP, Battle Royale. Bu yerda sizlar xohlagan rejimlarga kirishinglar mumkin. Masalan, men anarxiyaga kiraman, chunki men eng yoqtirgan rejimim anarxiya. Ko'pchilikning ham. Mana bu esa meni ba'zan. Ba'zanni mana ko'ryapsizlar, shalkerimda qanaqa narsalar borligini ancha-muncha kuchayib qo'yganman. Xo'sh, akalar, bo'lmasa videomiz yoqqan bo'lsa, samdayroq yuring. Videomiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bosib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Qani bo'lmasa video tugadi.